Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Azam aka bo'lmagan yo'qliklari sababli endi ishlar chiqib qoldi. O'nlar domainni video olishni iltimos qilishdi. O'zi birga ishlaymiz, kelyapmiz. Mana hozir yigitlar prava olish jarayoni bo'lib o'tdi. Hammalar pravani olishdi. Mana yigitimiz, ismingizni o'zingiz tushuntiring, tanishtiring, qayerdansiz? Samarqanddanman, Moskvada ishlayman. Pravaga bugun ertalab kelib, bugun kechki payt men pravani olib qaytaman. Qanday ekan? Ishonchli ekanmi? Ishonchli. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Men Sharif Omizjon, از جمهوری تاجیکستان شهر پنجکن. از سنت پترزبورگ اومدیم. برای پروا گرفتن. اینا گرفتیم. همه سوزه و جنی پژدنی اوسونه بیاین شما هم بگیرید. Rahmat, ishonch hosil qilganingiz uchun. Mana keyingi akamiz. Men Surxondaryodanman. Peterda ishlayman. Mana bu bir kunda imtihon, bir kunda prava srazu. Ertalab keladi. Juda zo'r. Men ham o'zim YouTube'dan qarab kelganman. Hech kim menga mana bu kishining nomeri, bu kishi prava olib beradi deb aytmagan. YouTube'dan kelib, YouTube'dan olib, mana prava oldim. Rahmat, ishonch hosil qilganingiz. Bu qayerdan keldingiz? Qanaqa ayting, qani o'zingizdan Men Sankt Peterburg, Kolpina shahridanman, G'ijduvon, Buxoro. Mana bir kunda kelib, Azamjon orqali mana shu pravani mana shu traktorchilik nimasidan oldim. İşonchli. Rahmat Azamjonga. Ishoninglar. Bir kunda prava, bir kunda ekzamen. Rahmat aka, ishonch hosil qilganingiz uchun. Hammalaringizga shu prava omad keltirsin, ko'pala pilla ishlab turib, o'z maqsadlaringizga yetish nasib qilsin. Mana bugungi jarayonimiz nihoyatda yetadi. Hammaga sog'lik, omad. Sog' bo'linglar, kelinglar. Omad hammaga.